La ilaha illalloh kalimasidagi ulkan sirni bilasizmi? Koinotdagi eng qimmatbaho kalimadir. Ma'nosi ham eng kuchli yorug'likni ichiga olgan ma'nodir. Shunaqangi sirli kalimaki la ilaha illalloh. Boshidagi la'ni chiqargan vaqtingizda ham ma'nosi buzilmaydi. Ilaha illalloh. Ilahani chiqargan vaqtingizda illalloh, yana o'sha ma'no. Faqat Alloh bor degani. Illani chiqargan vaqtingizda Alloh qoladi, yana o'sha ma'noni beradi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom bolalaringiz tug'ilgan vaqtida la ilaha illalloh kalimasini ilk so'zi o'laroq ayttiring dedilar. Payg'ambarimiz xushxabar berib aytdilarki, kim oxirgi kalimasini so'nggi nafasida la ilaha illalloh desa, jannatga ketadi. Bilasiz, inson so'nggi nafasini berayotganda, joni chiqayotganda o'lim to'shagida hattoki lablarini ham qimirlatolmaydi. Behisob marhamat sohibi bo'lgan Alloh bu kalimaning aytilishini qiyinlashtirsa edi, oxirgi nafasda hech kim aytolmasdi. Ammo diqqat qiling, la ilaha illalloh desak lablarimiz qimirlamaydi. Oxirgi nafasida madori qolmagan inson